o'ttirda qolgan odam pul topolmaydi. Hamda bu o'ttir degan qandoq o'ttira? Oldi bilan mandaq bir gapni deydi. Hozir hamda qandoq odam, qandoq shirkat pul tepotidi? Mani bir tizib boqayli. Anda shu chaqda ma javobi chiqdi. Qandoq shirkat pul tepotidi deganda qaraydigan bo'lsak, cho'ngidan boshlab tizib kelsak, birinchisi monopol xarakterlik cho'ng shirkatlar. Tangshun Ali Doyin degandek yoki davlat korxonalari bir jamiyatda oldin qatorga o'tib bo'lgan kapital kuchi kuchlik mandaq shirkatda pul topalaydi. Endi buni demasak ko'pchilik tushundi. Ma birinchi xil ahvol. Yana birisi yangilik yaratish ro'yiga ega fan texnika yoki internet shirkatlari. Hozirgi mush internetdan pul tepayotgan shirkatlar. Bular o'zining yangilik yaratishchanligi, texnikasi bilan pul topadi. Bular mavi jamiyatdagi tanarx ubo deganlarning shamolning ta'siriga uchirmaydi. Buni mu ko'pchilik bildi. Masalan, Doyin deganlar shu. Endi yana bir xili to'rda ta'siri va to'r cho'lpoldi. Shaxsiy IP'si va masalan bevosita ko'rsatib setish degandaklarda pul tepayotganlar. Mushu shaxsiy obrazi, shaxsiy ta'siri kuchli odamlar. Bularmi pul tepadi. Har qancha tas bo'lsin, masalan, Dongyu Xoy degandek mandaq odamlar o'zining shaxsiy kuchi bilan pul tepadi. Endi ma bir xil yuqoridagi ahvollar. Fan texnika deymiz, yangilik yaratish deymiz, cho'ng kapital deymiz yoki davlat korxonalari degandek. Bular yuqoridagi odamlar yoki yuqoridagi shirkatlar. Endi yana bir turkum odamlar pul tepadi. Yoki ham jiq pul topmasimi, bular ma pulning g'amini baqib ketmaydi. Kirgan kirimi muqim. Masalan, o'sha odamningki to'van darajalik ehtiyojiga mos keladigan kasblar. Tamaki, aroq, ko'ngil ichish degandek mandaq turidagi narsalarning pulini tepayotganlarmi pulni yaxshi tepadi. Bularning ham bir alohidaligi, garchi ham bularning yuzi bak yo'riq emas. Jamiyatga bak o'zini oshkorlab ketolmaydi. Cho'ng shirkatlarning ma'lum bir kasbi mushundaq ishlarga chetildi. Masalan, Tangshunninki ilgirki bak pul topgan vaqtlarda 60% puli shu to'r o'yindan kelgan. Endi bu gapni bak deb ketganlar bo'lgandan keyin bu shirkat cho'ngaygan siri jamiyatningki fikrining ta'siriga uchrab hozir tuvallitib hozir 30% qoldi. 30% kirimi shu to'r o'yindan keldi. Undan boshqa tamaki deymiz. Tamaki hamda eng cho'ng pul topadigan kasb. Lekin uningmi hamda jamiyatda pek deb ketgili bo'lmaydigan bir tarafi bo'lganligi uchun, ziyonli tarafi bo'lganligi uchun buning e'lon berilmaydi. Ondan davlatning bu kasblarni oladigan baj nisbati intayin yuqori, eng yuqori. 50%lardan ishib ketadi. Shunga bu shirkatlar bajni ko'p topshiradi, besimga ko'p uchraydi, cheklimiligimi ko'p, yana topadigan pulimi ko'p. Ham ma bir xil pul. Yana birisi turmushga zarur bo'lgan gangshu deb qo'yamiz. Ochliq, sayko'ktat, go'sht degandek. Mandaq ishni qildiganlarning kirimi yana muqim. Ham odam har kuni bu narsalarni lozim qilgandan bu kirimmi yana muqim bo'ladi. Anda yana bir narsa bor. Fuchiden, o'sha ayol do'koni. Kichkina bir do'kon ochib qo'ysa bir mahallada. Bularning savdosi yaxshi. Endi bularning alohidligi ma yo'g'on gaplar o'chitgan chog'da undaq gollisho deymiz, savdo andisi degandek mandaq bek saviylik ishlar yo'q. Bular faqat shu ayol ishkisi, uyimi shu, do'konimi shu, ma bu boshqurish tanarxi intayin tuvan. Shu jafoliq ishlarni o'z ichida qisli bo'ladi. Bularda bir shirkat boshqurish, nerber degandek nazariyalarmi yo'q. Uyning ijorasidan boshqa, o'zining uyining pulidan boshqa tanarx yo'q. Bularmi hamda jiq pul topmasimi, nayt muqim pul tepadi. Hamda mushu bir necha xil, 5-6 xil pul tepayotgan kasblarni biz xulosalsak, mandaq ikki narsani his qilamiz. Birisi yuqoridagi cho'ng shirkat, fan texnik shirkatlari, to'rcho'lponlari degandek. Yuqoriga chiqib ketganlar. Yana birisi tövanda, xalq turmushining ichida, oddiy sodda, jafoga chidaydigan, anda o'zining tuvan bo'lib qolishidan nomus qilmaydigan mandaq shirkat yoki tijoratchilarmi pul tepadi. Endi 5-dagi javob chiqdi. O'ttirda qolgan odamlar. Doktor To'lqin Qodir muallimning yillik korxonchilar klubini tushunmoqchi bo'lsangiz, tuvandagi undidor bilan aloqa qilishing. Endi mush ikki narsaning o'ttirsida qolgan odamlar hozir qiynalyapti. Masalan,
yuqori fan texnika, monopol xarakterlik kasblarda bir turkum jamiyatda odamlar o'qidi, dasho o'qidi, saviyasi oshdi, jamiyatga qaramoqqa yetib ketayotgandek. Bularning salohiyati nisbatan yuqori. Lekin yuqori bo'libmi, hamda bakmi yuqori emas. Bular o'zini nisbatan oqso'ngaklar yoki yuqori qatlam odami deb qaraydi. Lekin yuqori bo'lib, bak yuqorig'imi chiqib ketolmagan, o'ttirdi qolgan odamlar. Texnika jihatda, ideya jihatda, yangilik yaratish jihatda ustidagi qatlamga yetolmagan odamlar. Pul topa oladigan qatlamga kirolmagan odamlar. Bular qiynaldi. Anda bularning yana bir alohidaligi, bular tövanga tushunmaydi. Boy degandek ig'ir jismoniy emgakni qilolmaydi. Dehqonchilik qildisi qilolmaydi. Ishchi ulamsadisi qilolmaydi. Soatlik ishlamchi desa uni qilmaydi. Bir narsa to'shuydigan unda ushaq ehtiyojli ishlarni qilamsadisi qilmaydi. Bular tipik yiliqi. Yuqorini qilolmaydigan, tövanni yaratmaydigan. Mushundaq odamlar hozir qiynalyapti. Shunga bugungi temani xulosasak, ya yuqoriga tirishib chiqing. Chiqanmısınız, tövendeki işlerini qabul qilib, kamtarlik bilan o'zingizga tan bering. Tujubulab ishlang. Mushuningda bir ikki tarafga diqqat qilishimiz kerak demakchi. O'tirdi qilib qolmang. Ya yuqoriga chiqolmay, tövanni yaratmay, o'tirdi qilib qolsangiz, texim qiynalasiz.